tugadi, a? Nechada tugadi? Men senga nima dedim? Ahvoliga qara. Ahvoliga qara. Odam demaysan. O'raman. Mollar gazeta o'qitibdi. Sen kechgacha topchimasan. To'xta! Kamerag'ach men futbolga borishim kerak. O'zi borki men shaharda tug'ilishim kerak edi. Sizlar deb turib futbolga aralasholmayapman. Umrimni hazon qildilarim. Senga aytganman, Diana. Endi g'opirga yelanmayman, men o'zim to'pim bor. Naskim qani? İçtima qilgan yo'q. Ana. Sifat shokoladi rostdan ham sifatli. Buni har xil shirinliklari bor. Mana ro'molingiz o'zingizga bir ham yarashgan. Qoraligi ochdi sizni. O'zingiz ham qorasiz-da. Mana sifat shokoladi ham qora o'zi aslida. Ichida shokoladi oq. Ko'ryapsizlar oq. Sizning rangingizga o'xshaydi. Meni ichidagi meni qalbimdek oq ekan. Ko'ring. Bitta o'ylab. Bir nevarlarga oddigancha shokolad o'zini bolasi bersa, Bunday yaxshi ko'plab bo'ladigan bitasiz. Kamchiyman. Mehmonlar ketsa yesam kerak berdim. Qachon ketasizlar? Sifat shokoladni yemoqchi edim-da. Mehmonlar ketsa yesam. O'lda xola, siz Shakirbocham chaqiryapti. Tez bor ekansiz. Tez bor ekansiz. Faqat tez kirib. Yo'qol! Ola shokolad ko'rmagan ekanda. Endi bu har qanday shokolad emasda opa, sifat shokoladi. E'tibor bermanglar. Aytishadi-ku yer tagida oltin qoziq deb. Bunga ham e'tibor bermanglar. Mayli yana kelib turinglar, bo'pti, sog' bo'linglar hozir. Mana nima senga? Men Shokirbocham chaqiryapti deysan, Shokirbocham o'lganiga 10 yil bo'ldi. Bu yerda nega uryapsiz meni? Bu yerda o'ldirding. Nega uryapsiz? Mehmonlar ketgandan keyin yeysan dedimmi? Ha, yeysan. Shokolad deb o'ylabman. Yo'q,